Assalomu alaykum qadrdonlar, bormisizlar, omonmisizlar? Mana bugun Xudo xolasa Qirg'izqo'rg'on qishlog'idagi telefonlar xizmatlarini yakunlab oldik. Qadrdonlar, birinchi o'rinda dorixonamizdan boshladik. Nimaiki, ko'cha tomonimiz, mana ko'chada yomg'ir yog'yapti. Ko'chaga chiqish iloji yo'q. Mana qadrdonlar, dorixonamiz, hop, 347 ga 5 metrlik dorixonamiz. Qadrdonlar, shaxmat, kosmos, parapiyayni oq kaseta holatda bo'lgan. Hop, qadrdonlar. Qilgan ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Hop, qadrdonlar, bu kosmosimiz 2 metrga 9,5 metr joyimiz. Hop. Ana ko'rishingiz mumkin. Bu yerga aynak o'rnatmadik, uy egasi xohlamadi aynak o'rnatishimizni. Mana obunachilarimiz. Hop, tashqi tomonlarimiz. Bunaqasiga keladigan bo'lsak, 8,5 metr. 8,5 metr piyayna holatda bo'lgan bular hammasi. Qadrdonlar, ponni uy oldimizdagi shapka korplar uzunligi 90 bo'ldi, 20, ichkariga 18 kirdi qadrdonlar. Korpimiz katta holatda bo'ldi. Hop, piyayna holati, piyaynasi 73 sm dan chiqqan. Mana qora karniz oq lolalar bilan. Hop, qadrdonlar, bu kichkinagina ayvonchamiz. Eni 1,21, uzunasiga 12 metr. Ana qadrdonlar, Bayga do'pcha tushmadi. Plafonimizni aylantirofiga shu oq fasondan qildik. Tashqaridan olish iloji, chunki yomg'ir yog'yapti. Qadr. Hop, qadrdonlar, bu kichkinagina ayvonimiz 2x2. Ketgan rasxodlar, tunki ketgan rasxodlarni oxirida aytaman, necha kvadrat chiqqanini. Mana obunachilarimiz. Mana qadrdonlar, uyimiz joyini o'zi 156 kvadrat joy bo'lgan. Mana qadrdonlar, yomg'ir yog'yapti, chunki syomkamiz ham sal alginaqa bo'lyapti. Kecha tomonga hozir ko'rsatamiz. Shu joyimiz necha kvadrat deb o'ylaysizlar? Ana qadrdonlar. Ana qadrdonlar, necha kvadrat deb o'ylaysizlar? Kommentga yozinglar. Shuncha kvadrat chiqdi deb. Biz javob beramiz. Qiziqqanlar uchun, kimga telefon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilishingiz mumkin. Aytgan personinglarda Xudo xolasa undan ham chiroyli chiqarib berishga harakat qilamiz. Hozir ko'cha tomonni ko'rsataman sizlarga. Mana qadrdonlar, bizning xizmatdagi toychog'imiz. Mana chotga turibdi, bizga ketishga tayyor. Qadrdonlar, mana ko'cha tomonimiz. Ko'cha tomonimiz uzunligi 25 metr. Qora piyayna bo'ldi, hamma joyi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, mana dorixonamiz. Qirg'izqo'rg'ondagi Murodjon akamizni xonadonlarini, telefon xizmatlarini yakunlab oldik. Akamizga yoqqan bo'lsa bo'ldi. Kimga telefon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarimizni pastga qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.